Urganch shahridagi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov hibsxonasida navbatdagi tibbiy ko'rik tashkil etildi. Unda tibbiyotning 10 dan ortiq yo'nalishlarida malakali shifokorlar jalb etilib, maxsus kontingentlar salomatligi tekshiruvdan o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili, Ombudsmanning Xorazm viloyatidagi mintaqaviy vakili, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi va boshqa hamkor tashkilotlar ko'magida o'tgan tibbiy ko'rikka jami 150 nafar shaxslar qamrab olindi. Ular orasida ayollar, erkaklar, voyaga yetmaganlar va jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar ham bor. Bu chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikimiz o'zi har 6 oyda tashkil qilinadi. Lor, okulist, travmatolog, endokrinolog, kardiolog, shuningdek o'zi tekshiruvlarimiz, qo'shin venerolog tibbiy tekshiruvlari, EKG laborator tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Saqlanayotgan shaxslar uchun barcha sharoitlar yaratilgan, muolaja xonalari bor, laboratoriya xonasi, rentgenologik tekshirish uchun rentgenolog xonalari, stomatolog xonalari mavjud. Ko'rik davomida umumiy qon bioximik tahlillar amalga oshirilib, zarur hollarda shifokorlar tomonidan instrumental tekshiruvlar ham qilindi. Aytish joiz, bunday tibbiy ko'riklar orqali mahkumlarning umumiy salomatlik holati muntazam nazorat qilib boriladi. Aniqlangan kasalliklar bo'yicha o'z vaqtida zarur davo choralarini ko'rish, bemorlarni maxsus kuzatuvga olish imkoni yaratiladi. Tadbir davomida ayrim bemorlarga tibbiy tavsiyalar, parhez choralari, dori-darmonlar va qo'shimcha davolash kurslari belgilandi. Salomatligida jiddiy muammolar aniqlangan bemorlar esa alohida ro'yxatga olinib, qayta tekshiruv va davolash yo'naltirildi. Bu yerda maxsus kontingentlar uchun zarur sharoitlarga ega dam olish va kutish joylari, salomatligi burchagi, kutubxona faoliyati yo'lga qo'yilgan. Mutasaddilar sharoitlar bilan ham yaqindan tanishdi. Negaki inson salomatligida nafaqat jismoniy, balki ma'naviy yuksalish ham muhim ahamiyatga ega.